Assalomu alaykum azizlarim, aziz qalbi nozik insonlar. Bugun sizlar bilan juda muhim, qalbni yumshatadigan bir mavzu haqida suhbatlashamiz. Bu video shunchaki gap emas. Bu video ota-onalarimiz uchun aytilgan duo. Agar hozir qalbingiz charchagan bo'lsa, agar yuragingizda sog'inch yoki armon bo'lsa, shu videoni oxirigacha tinglang. Ota-onaga qilingan duo qalbni tinch qiladi. U duo sizni ham, ularni ham yengillashtiradi. Keling, birgalikda niyat qilaylik. Alloh bu suhbatimizni qabul qilsin. Amin. Amin. Ota-ona bu hayotimizdagi eng buyuk ne'mat. Ular biz uchun tunlarni beto'r o'tkazgan. Biz og'rib qolsak, yuragi bizdan oldin og'rigan. Ko'p narsani keyin tushunamiz. Katta bo'lib charchab qolganimizda ota-onamizning biz uchun qilgan mehnatini his qilamiz. Alloh taolo Qur'onda ham ota-onaga yaxshilik qilishni buyurgan. Ularga qilingan duo rad bo'lmaydigan duolardandir. Agar hozir yoningizda bo'lsa, shukr qiling. Agar uzoqda bo'lsa, duo qiling. Agar bu dunyoda bo'lmasalar, ular uchun duo qilishni hech qachon to'xtatmang. Endi birgalikda sokinlik bilan duo qilamiz. Agar imkon bo'lsa, ko'zlaringizni yuming. Yuragingiz bilan tinglang. Yuragingiz bilan ayting. Robbim, ota-onamizni jannat saydlaridan qilgin. Robbim, ularga sog'lik, baraka va xotirjamlikni ato etgin. Robbim, agar bilmasdan ranjitgan bo'lsam, meni kechirgin. Ularni ko'ngillarini mendan rozi qilgin. Allohim, ularning umri davomida qilgan mehnatlarini zoya qilma. Bu dunyoda ham, oxiratda ham ulardan rozi bo'lgin. Amin. 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 Bir kishi aytgan edi, men ota-onam tirik paytlarida ularga ko'p vaqt ajratmadim. Keyin esa faqat duo qoldi. Shu gap juda ko'p qalblarni titratdi. Chunki ko'p narsani kech tushunamiz. Bugun imkon bor ekan, kechiktirmang. Bir qo'ng'iroq qiling, bir hol so'rang, bir duo qiling. Ba'zan ota-onaga berilgan bir iliq so'z mingta savoddan ham qadrli bo'ladi. Imkon borida bu maslahatlarimga amal qiling. Keling, duoni odat qilaylik. Tongda uyg'onganda ham ota-onamizni eslaylik. Kechqurun yotishdan oldin ham ular uchun duo qilaylik. Bu ko'p vaqt olmaydi, lekin qalbni sokin qiladi. Har safar duo qilganimizda Alloh sizni ham duo qilayotgan farishtalarni yuboradi. Shuni biling, ota-onaga qilingan duo hech qachon yo'qolmaydi. Agar bu videoga qalbingiz
ozgina bo'lsa ham tinchlik bergan bo'lsa qalbingizga, bilingki, bu duoning barakasi. Hozir shu ondayoq ota-onangiz uchun ichingizda bir duo qiling. Izohlarda amin deb yozib qoldiring. Bu niyat, bu qalbdan chiqqan so'z. Alloh hammamizni ota-onamizdan rozi bo'lgan, ota-onasi ham undan rozi bo'lgan bandalardan qilsin.